Hech unsiz non tayyorlab ko'rganmisiz? PP taomlanishni tanlaganimdan so'ng unsiz non retseptini rosa qidirdim. Videomni oxirigacha ko'rsangiz retseptini ham qilib olishingiz mumkin. 100 gramm ovsyankaga 2 dona tuxumni chaqib olamiz. Ikkalasini birgalikda qovushtirib blenderlab chiqamiz. So'ng 150 gramm tvorogni qo'shamiz. Yarim choy qoshiq tuz, yarim choy qoshiq soda, so'ng esa massamizni yaxshilab blenderlab chiqamiz. Massamiz tayyor bo'lgach, qo'limizni ho'llab pergament qog'ozga nonga shakl berganday yasab olamiz. Xohishga ko'ra ustiga kashnich, kunjut, sedana, yong'oq sepsangiz ham bo'ladi. PP nonimizni chiroyli qilib bezatib bo'lgach, 200 gradusda qizib turgan duxovkaga solamiz. 30 daqiqadan so'ng nonimiz judayam mazali bo'lib pishib chiqadi. Hidini-ku umuman aytmasa ham bo'ladi. Bu PP nonimizga PP ovqatlar bilan tanovul qilsangiz aniq vesingiz kamayadi. Eng qizig'i esa bu non yengil, sog'lom va umuman unsiz. Agar siz ham yengil sog'lom ozishni xohlasangiz, sahifamga obuna bo'ling. Bundan-da foydali videolar hali oldinda.